Karvonsaroyning okean loyihasi. Okean loyihasi 2024-yil oktyabr oyida o'z egalariga tantanali ravishda topshirildi. Loyiha Toshkent shahri Yunusobod tumanining 16-mavze ro'parasida joylashgan. Loyiha 16 qavat bo'lib, 8 ta blok, 904 ta xonadondan iborat. Ushbu hashamatli bino ko'rkam dizayn va mustahkam konstruksiyasi bilan ajralib turadi. Xonadon ichki devorlari bo'lingan holda topshiriladi. Devorlar avtoklavlangan gazobeton bilan bo'linadi. Bu yuqori issiqlik va ovoz izolyatsiyasini ta'minlaydi. Tashqi fasad qismi esa yuqori sifatli travertin bilan qoplangan. Majmua hududida barcha qulayliklar mujassam. Zamonaviy va ishonchli liftlar, har bir kirish qismida temir eshiklar, 2 qavatli steklo paketli plastik derazalar, yer osti va yer usti avtoturargohlari. Okean loyihasi qulaylik va zamonaviylikni birlashtirgan loyiha bo'lib, har bir mijoz uchun yaxshi sharoit yaratishga qaratilgan.